hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqramısida görüşіңizlərni qızğın qarşı alamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur rəisi doktor Məmtimin Əli Apəndi Kolumbiya Universiteti professorining Xitoyga yantayaq bayonlariga rəddiyə berdi. Kolumbiya Üniversitetining doktori Sanchez Xitoyni dushman emas deb aniqlama bergan bo'lib, Xitoyning g'albiy hikoyasini tasvirlab, Xitoyning iqtisodining Amerikaning iqtisodidan kuchli ekanligini va buning Amerika bilan bo'lgan munosabatining jiddiylashishining sababi ekanligini tushuntirgan. U Amerikaning Xitoyni faqat iqtisodiy raqobat sababidan dushman deb qaraydiganligini o'ttirg'a qo'ygan. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur rəisi doktor Məmtimin Əli Apəndi yaqında ijtimoiy axborot supsi X'da buningga qarshi bayonot e'lon qilib, Harvard Universitetining doktori, Kolumbiya Universitetining professori doktor Jeffrey Sachsning Xitoyga moyil baholarini qattiq tanqid qildi. U ziyolilarning oldin hukm qiladigan odati bilan qilgan gaplari suvdagi sungan qo'shiqqa o'xshaydi. Sanchez Amerikani qattiq tanqid qildi. U Xitoyning yurgizayotgan kishilik huquq dafsanchiligi bo'lib, atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Tayvan va Avstraliyaga qaratgan harbiy tahdidi, tajovuzchi tashqi siyosatini va chet el shirkatlarining texnikasini sistemlik o'g'irlaganligini tanqid qilishni nazardan saqit qildi dedi. Doktor Məmtimin Əli Apəndi Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosatini tanqid qilib, uning chet davlatlarni qarzga bo'g'ishdagi strategik tuzoq ekanligini, xalqni kontrol qilishda ijtimoiy kafolat sistemasi orqali kuzatish sistemasini texmo kengaytganligini aytdi. Dunyoni vayron qilgan koronavirusini Xitoyning yasab tarqitishidagi rolini ko'rsatib, Xitoyni madhiyalashda bu harakatlarga sal qarasa qandoq bo'lganligini so'radi. U yozmasini, agar bu harakatlar dushmanlik hisoblanmasa, undaqda dushman nima degan savol bilan oxirlashtirib, adolatsizlikka qarta ko'krak kerib chiqib, kaskin maydonini ifodaladi. Doktor Məmtimin Əli Apəndining bu bayonoti Hindiston supsi xabar kanalida 24 fevral kuni tafsiliy xabar qilindi. Oxirida Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishining boshlamchisi doktor Məmtimin Əli Belgiya Katolik universiteti Levinning falsafa fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. Uning o'limdan battar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida muhokama nomli kitobi Uyg'urlar duch kelgan zulmni yo'ritib bergan. Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining haq-huquqini qo'g'dash xizmatida doktor Məmtimin Əli Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini majburiy emgakka selish, kulturini yo'qotish qatorliq Uyg'urlar duch kelgan turli vahshiyliklarni o'ttirg'a qo'ymoqda deyildi. Pokistonning Gvadirdagi yangi aerodromi sirliqligi bilan diqqat qo'zg'agan. Amerika ovozi xabar torining 24 fevral kunidagi xabariga qaraganda, yo'lovchi yoki aeroplani yo'q, yerlikka foydasi bo'lmagan Pokistonning yangi aerodromi haqiqatan bak g'alati bo'lib, Xitoy 240 million dollar mablag' selib yasagan ekan. Yangi Gvadir xalqaro aerodrom dengiz bo'yidagi shahar Gvadirga joylashgan bo'lib, qachon ishga kirishtirilishi aniq emas ekan. 2024 yil oktyabrda tamomlangan aerodrom Namrat Gvadir rayoniga zodima mos kelmagan. O'tgan 10 yilda Xitoy Sharq Turkistonni Arab dengiziga tutashtirilgan Balojiston va Gvadirga necha milliard dollarlik bir tur bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining bir parchasi sifatida iqtisodiy mablag' solgan. 400 ming yo'lovchi sig'adigan aerodrom shahardagi 90 ming aholi uchun muhim boshlang'ich emas. Pokiston-Xitoy munosabatini tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan xalqaro munosabat mutaxassisi Azim Xolid bu aerodrom Pokiston yoki Gvadir uchun emas, Xitoy uchun. Fuqarolar Gvadir va Balojistonga bexatar kira oladi degan. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori boy va strategik o'rin Balojistonda necha 10 yillardan beri mustaqillik uchun davom qilgan isyonni kuchaytirgan. Pokistondagi Baloch asonliq millat a'zolari o'zlarining hukumat tarafidan kamsitilayotganligini va davlatning boshqa joylaridagi fursatni o'zlariga sunmayotganligini bildirib, qarshilik ko'rsatgan. Hukumat buni rad qilgan. Xitoyning mablag'ini qo'g'dashga rasman Pokiston o'qituvchilarga qarshi turish uchun Gvadirdagi harbiy kuchini oshirgan. Shahar tekshirish punkti, tikanlik sim, askar, to'saq va qorovulxona qatorliqlarni ta'sis qilgan. Yo'llar haftaning ma'lum kunlarida Xitoy va Pokiston maxsus fuqarolarining bexatar kirib chiqishi uchun ochib etilgan. Bexatarlik andisi tufaylidan xalqaro aerodromning ochilishi kechiktirilgan. Rayonning tog'lari va aerodromga yaqin bo'lishi hujumning yuz berishiga qulay sharoit bilan ta'minlaydi ekan. Pokiston bosh ministri Shahbaz Sharif va uning Xitoydagi mansabdoshi Li Chang ochilish marosimini belgili xodimlar bilan o'tkazgan. Balojiston Avom partiyasining rayonlik raisi Abdulg'afur Gvadirning birma aholisining aerodromda ishlashga taklif qilinmaganligini, hatto qarovulma emasligini aytgan. Istixborot xodimlari rayonga kirib chiqayotgan muxbirlarni kuzatib turdi ekan.
Beliq bozori istihbarat uchun inchki bir joy ekan. Guadirdagi kishilar Xitoyning mavjudligidan ancha foyda olmaydi ekan. Guadir chet elliklarni qarshi oladigan havoliq yemaklari isil joy ekan. Dam olish kunlarida dengiz sohilida odamlar ko'p ziyorat qilish xatarlik yoki ziyorat qilish ta'sirlaydigan qarash bor bo'lib, Guadirning davlat ichi aerodromidan Pokistonning Arab dengizi qirg'og'ining u chetiga joylashgan Pokistonning eng chong shahri Karachiga haftada 3 qatim tijorat qiladi ekan. Balojistonning o'lka markazi Koytaga necha yuz chaqirim ichki qurug'liqqa yoki davlat poytaxti Islomobodning shimoliga bevosita uchadigan aeroplan yo'q bo'lib, manzirlik dengiz bo'yi tosh yo'lda asliyalar oz. Baloch to'planlari 5 yil ilgari tunji qitim portlagandan keyin bu o'lkada minglagan kishi g'oyib bo'lgan. Ekspluatatsiya yoki zulmga qarshi so'z qilgan har qanday kishi qurolli guruhlar bilan munosabati bor deb gumonlanib qo'lga olinishi mumkin ekan. Faoliyatchilar majburiy g'oyib qilinib, qiynashga uchrayotgan, ammo hukumat buni rad qilgan. Pokiston to'qinish va bexatarlik tadqiqot o'rnining doklatiga qaraganda, 2014-yildagi hukumatga qarshi qo'zg'algandan keyin Balojistonda qurolli zo'ravonliklar azaygan va bu 10 yilning oxiriga qadar muqimlashgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi 24 fevral kuni buningga inkos qaytirib, bu aerodrom Pokiston yoki Guadir uchun emas, balki Xitoy uchundir. Bu kishini hayron qoldiradigan paket yaqinda yuz beradigan bir tahdidni gavdlantirdi. Bu Xitoyning Balojistonni strategik bir mustamlakaga aylantirish xirsidan iborat dedi. Mazkur xabar Hindistonda chiqargan Osiyo xalqaro xabarlar, Hindiston supsi xabarlari va boshqa turli matbuotlarda 25 fevral kuni tafsiliy xabar qilindi. O'zbekiston bilan Amerika O'rta Osiyoning bexatarligiga ahamiyat beradiganligini bildirgan. Amerika ovozi xabar torining 22 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Trump hukumati O'rta Osiyo bilan aloqalashishga boshlaganda O'zbekiston strategik sheriklik munosabatini kengaytirishni xohlaydiganligini bildirgan. O'zining Mississippi davlat mudofaasi bilan bo'lgan mustahkam bog'lanish va siyosiy dialogini kuchaytirish qatorliq ikki taraflik va rayon xarakterlik masalalardagi bexatarlik hamkorligini gavdalantirgan. Amerika yaqinda O'zbekistondan Afg'oniston harbiy uchiqchilari 2021-yili Talibandan qochib O'zbekistonga uchgan 7 qora burkut tikuvchar aeroplanni qaytarib kelgan. Amerika amaldorlarining so'ziga qaraganda, bu yetkilish va boshqa ikki taraflik almashtirish o'tgan bir oy ichida Toshkentning Washingtonning O'rta Osiyodagi asosli hamrohi bo'lish rolini gavdalantirgan. Amerika davlat ishlari kotibi Marko Rubio 21 fevral O'zbekiston tashqi ishlar ministri Baxtiyor Saidov bilan telefonda ko'rishganda, Amerikaning O'zbekistonning mustaqilligi, egilik huquqi va zamin butunligini qo'llaydiganligini qayta o'tirg'a qo'ygan. Ular 10 yilga yaqin vaqt ichida Washington bilan O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyat o'rtasida yo'lga qo'yilgan C5 plus 1 diplomatik supsi orqali o'rtaq tirishni muzokara qilgan. Trump hukumati bu supa orqali texmo tinch va gullangan O'rta Osiyoni ilgari surishga qiziqadi ekan. Saidov Rubio bilan ko'rishganligini samimiy va unumli deb tasvirlab, ularning millatimizning har soatiga strategik sheriklik munosabatini mustasno holda kengaytirish, savdo chambariga o'tirsida kuchli ko'vrik barpo qilish, ikki yo'nalishdagi savdo miqdorini oshirish va O'rta Osiyoning gullanishiga kafolatlik qilishni maqsad qilganligini aytgan. O'zbekiston bosh elchisi Furqat Sidiqov besh burchaklik bino qo'llagan birlashma manevr va kasbiy almashtirish programmalarini misol qilib, o'z davlatining qismlarining Mississippi milliy muhofazat atriti bilan mo'rini mo'riga tirab, eng yaxshi hamkorlashadiganligini aytgan va 31 yanvar elchixona kutib olish yig'inida besh burchaklik binoning Yevrosiyaning muvaqqat direktori Davis Filorikmo kutib olish yig'iniga qatnashgan bo'lib, Toshkentning Amerika aeroplanini saqlaganlik va Amerika bilan o'zaro manfaat yetkazadigan hal qilish chorasi uchun tirishib ishlaganligiga rahmat aytgan. Besh burchaklik binoning yana bir yuqori darajalik amaldori orqa sapdagi admiral Erin Osborne o'xshash yig'ilishda so'z qilib, O'zbekistonni Amerikaning Afg'onistondagi harbiy harakatining dastlabki yillarida havo bo'shlig'i va havo bazasi bilan ta'minlaydigan halqaliq ittifoqlash deb maqtagan. Siyosiy xitob mayli o'yg'otish tipidagi bo'lsin yoki yetaklash tipidagi bo'lsin, reallikni saxtalashtirishga, sun'iy andisha yaratish orqali qilinayotgan urinishlarni vazniga tushmagan usulda yo'g'intishga xizmat qilmasligi lozim. Eng muhimi, siyosiy xitoblar haqiqiy reallikni aks ettirmaslikka xizmat qilishni bas qilishi,
Çin əməliyyatının saxtalashtirilgan reallıqlar astida bosurilib qilishig'a yoki haqiqiy bo'lganning o'rniga majaziyning dastishiga xizmat qilmasligi lozim. Bu vəcidən siyasi xitaplar xalqni yetaklashda mavjud krizisning xatirini mubolag'alashtirsa bo'ladi ki, ammo uni badtamlashtirsa, reallikqa xilof ta'birlar bilan tushuniksizlashtirilsa, vaznidan oshirib cho'ng ko'rsatishning vositasi qilib olinsa bo'lmaydi. To'g'rini to'g'rining eng to'g'risi bilan izohlashga bo'ladi-ki, xatoni takror va takror sinashga, zihniyatga, tutumga va amaliyotga tatbiqlashga mashrulik vositasi qilib ishlatishga bo'lmaydi. Undaq bo'lmaganda bundaq topning qulluq jamiyatining manqurt yo'lboshchilaridan farqi qolmagan bo'ladi. Oqibat o'zining ketayotgan yo'lini da'voga xizmat qilish ekanligini unutib, barbara qilayotganlarini da'voning o'zi deb atashdan yanmaydi. Xuddi vatandagilarning xamir turishliq o'rnini chet eldagilarning o'rniga almashtirib qo'yib ketavergandek, bu yana o'z navbatida diktator zihniyatining uchqunlariga o't piltisi bo'lishning muqaddimasini hozirlashtir. Chunki atrofidagilarning qosh qapoqqa boqadigan tiplardan tashkillanishi benormallikqa qarata o'rtaq taklif fikr qilishdan yegan yuz, ichgan gal elayotgan ta'minotlar yoki allaqandaq manfaatlarning to'salg'i bo'lishi siyosiy xitob egalarining relisning tormozini kardan chiqarishiga elib bordi. Demak, masala nuqul shaxsda emas, shaxs bilan sabdoshlikda ketayotgan kollektivda o'rtaqdir. O'rtaq xatolik takrorlanganda bo'lsa, buni tuzab qo'yish masalaning xato qismini echib fosh qilish bayqaganlarning mas'uliyatiga aylanadi. Bu o'rinda davrning siyosiy obzorchi adiblaridan mashhur yozuvchi George Orwellning manqurtlar yetakchiligidagi jamiyatning realligini tasvirlab beradigan muno so'zi ma'nodordir. U shundoq yozadi: ularning hammasi tug'ilish, o'ylanish, bola tepish, ishlash va o'lish bilan aldirash o'tmoqda edi. Darhaqiqat, kishi ba'zida yuz berayotgan hodisalarga qarab, xuddi bugunni yuqorqi jumlalarda topgandek bo'ladi. Tugman teshidek o'xshash aylanishdan zerikmaydigan ochiq realliklar ko'zdan lap qilib o'tib ketgandek, eng halqiliq reallikni idrok qilib yetgandek bo'ladi. Ajaba deb qolamiz. George Orwell mushundoq jamiyatda siyosiy harakat qilayotgan to'pni ko'rganida shundoq yozar bo'lg'aymidi? Ular o'zlarini ximir turuch Nuhning kemisida saq qolgan talayliklar sanaytdi. Barg'imini oldi bilan ashu talayliklarga atayotgandek ko'rinatdi. Yig'in ochatdi, rasmga tushadi. Sig'im kartasining ichi bo'shalganga qadar tushgan rasmlarni bo'lishiga tarqatishatdi. Natijada hammasining tipik mashg'uliyati o'rtoq bo'lib, hammasi degidek tug'ilish, o'ylanish, bola tepish, ishlash va o'lish bilan aldirash o'tib ketishdan halqib ketmaydi. Xayriyat. Burhan Muhammadning siyosiy xitoblarda kechikayotgan Nuhning kemisi va ximir turish sapsatisi haqida nomli maqolasidan e'landi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.